Men o'zimga kerakli bo'lgan narsalarning bir qismini oldim. Bu shtativ bo'yi 1,60 cm ga uzayadi. Telefonni kirgizib ham ishlatsa bo'ladi yoki magnit orqali yopishtirib ham ishlatsa bo'ladi. 360 gradusda aylanadi. Oldinga, orqaga qilib bemalol ishlatsa bo'ladi. Keyin telefonni kirgizib ishlatganda yoniga qo'shimcha chiroq ulab ishlatsak bo'ladi. Men shu chiroqni sotib oldim. Ranglari ham o'zgarar ekan, yorug'ligi ham baland-past bo'ladigan. Yaxshi chiroq ekan. Bu yoniga qo'shimcha mikrofon qo'yib ishlatsak bo'lar ekan. Va masofadan turib boshqaradigan pulti bor. Endi videolarga, rasmlarga hech kimning yordamisiz bemalol o'zimni masofadan turib ola olaman. Yana bitta zo'r funksiyasi bor. Shtativni tagida mana shunaqa ochiladigan joyi bor. Bu orqali daraxtlarga, eshiklarga shtativni qo'yib turib, chiroyli rasmlarga, videolarga olsa bo'ladi.